O'tin ko'mirga alvido do'stlar. Endi po'choq pechkaga marhabo. Shunday po'choqni olasiz. Bitta bunkerimizga tashlaymiz do'stlar. 40 kvadratdan boshlab turib 110 kvadratgacha bemalol istarkan. Buni zo'r tomoni do'stlar, bunimiz o'tin pechka bo'ladi. Qaranglar. Umuman tutamaydi, ya'ni allergiya qilmaydi. Eng qizig'i aytganimizdek, sutkasiga rasxoti arzimagan bo'ladi. Xolasiz yong'oq po'choq, xolasiz gilos po'choq, xolasiz pista, xolasiz bodam po'choqqa bemalol yonaverar ekan. Eng qizig'i aytganimizdek, mana do'stlar, umuman tutamaydi, oddiy bo'lib yonaveradi. Mana yerda regirovkasi bor, zapravka bitta qilib qo'yasizlar, bunkerli bo'ladi. Endi to'liq ma'lumot xohlasangiz oddiy ko'mirga o'tinga yonadigan bor. Xohlasan ham bunaqa po'choq pechkamiz bor. Endi to'liq ma'lumotni usta akamiz Nozimjon akadan olamiz. Assalomu alaykum. Nozimjon aka, charchamang, ishlar yaxshimi? Nozimjon aka mana po'choq pechka desa, o'zi ko'pchilikga o'zi tushunib bo'ldi. Sutkasiga rasxot qancha aka? Sutkasiga 10 soatga 5 kilo rasxot qilibdi. 5 kilo po'choq rasxot qiladi. 10 soatga 5 kilo rasxot qiladi. 10 soatda 5 kilo rasxot qiladi. Bunimiz 2 soatga 1,5 kilo ko'mir rasxot qilibdi. Bu 2 soatga. Bu necha kvadrat desan nariga? U 40 kvadratdan 100 kvadratgacha istaydi. Bu ham, xudo xolasa. Xo'p, aka, bunimiz 100 kvadratgacha deyapmiz. Po'choq pechkamizni 10 soatga 5 soat rasxot qilsa, 5 kilo rasxot qiladi. 5 kilo. Pista po'chog'i qilibdi. O'zimiz pistani yoqib qo'ydik. Yong'oq. Yong'oq. Bodom po'choq, urun danaga yoqaveradi. Yoqaveradi. Po'choqdan muammo yo'q. Po'chog'i arachka ko'mirni aralashtirsangiz ham yoqaveradi. Shu aralashtirsa, o'zini bas aralash. Yo'q, o'ziniki yonmaydi-yu, arachka ko'mirni aralashtirsangiz yoqaveradi. Yoqaveradi, xudo xolasa. Po'choqchi, mana eng katta muammo po'chog'ini qattiq. Yo'q, po'choq o'zi sal tortilib qoldi, xudo xolasa, uni ham yo'lga qo'yibdi. O'zingizda bor, kelibdi, xudo xolasa, ular ham hammasi. Hammasi muammosi yo'q bu narsalar. Po'choqlar zo'rga. Listlari nechalik aka? Listlari 3lik listlarimiz. Shular 3lik, ya'ni mana do'stlar, tevasiga bunaqa choynakni ham qo'yib bersalar, mana tutuni chiqyapti. Agar videoda ko'rinayotgan bo'lsa, choyingizni ham qaynatib olsa bo'ladi. Qaynatadi, xudo xolasa. Demak, hali javob tevasi ham qaynataveradi, mana yerda ham. Hali ovqatda emas-u, choy yo'q, ovqat qilgandan qiynalasiz bunda. Mana o'zida ovqat qilaverasiz. Demak, nariginda qilsa bo'ladi. Mana unisi nimaga teshiklar aka, mana? Havo berib turishga. Havo berib turishga bo'ladi. Yoqish tartibi, demak, bu yer zapravka qilinadi. Necha kilo oladi bunimiz? 6 kilo oladi. 6 kilo, ya'ni po'choq olsa, bu yerdan tushadi. Mana yerda mana kulloni bor, do'stlar. Kulloni bor. Kulloni ham, mana kuli ham arzimagan, hali tutadigan narsalar emas. Mana unisini regirovka, ya'ni bekitib bersalar ham bo'laveradi. Bunday qilib otsalar, ya'ni ko'rsalaring ham bo'laverar ekan, aka, xudo xolasa. Bu asosiy havo berib turishga. Zo'r. Polnisi 3likmi aka yo? Yo'q, uchlamadi. Eng tagidagimiz, eng tagi korpusimiz 1.8lik. 1.8lik. Eng tagi o'zi. Ya'ni u ko'mir tushadigan joyi u. Yo'q, qizig'i bas. Qizimaydi aytdi. O'shuning uchun shuni hisobiga bo'ladi. Kanayda ulab olasizlar, tevasiga manetiga ham qo'ysalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa, xolasaning kraskali ham qilib beriladi. Kraskali ham qilib beramiz. Xo'p, bu avichli holatda bo'ladi. Endi keyingisi, bunimiz ko'mir o'tinga mo'ljallangan aka. Xudo xolasa mana tevasiga choynaklarni ham qo'yib berishgan. Qaynaqina bo'ladi. Ochib bersalar ham manetini aka. Ovqat nimani ham choyda ham pishirsa, ya'ni bo'laveradi. Xudo xolasa hozir mana olib, mana sizlarga ko'rsataveramiz. Mana yonishni ko'ryapsizlar, tortishini ko'ryapsizlar. Bemalol choyda ham qo'yib bersalar, qaynaveradi. Olib beraylik, uni ham qo'yib qo'yib ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Oling. Oling aka. Bunday qilib choynakni qo'yib bersalar, bemalol, ya'ni isib turadi. Ovqatingiz ham qilsa bo'laveradi. Xudo xolasa. Bu rasxot qancha dedingiz aka? Bunikini? 1 kilo ko'miri bilan 2 soat yonaveradi. 1 kilo ko'miri bilan 2 soat yonaveradi. Mana tagidagi. Bunimiz kulloni bo'ladi, balandgina ketgan, gulli bo'ladi. Buni ham xolasiz kraskali, xolasiz. Bez kraska. Bez kraska ham qilib berishaveradi. Buni listlari qanchalik ekan? Buniki 1.8. 1.8. 1.8lik yo'ni usti asosiy yo'li cho'q tegadigan joyda 3lik. 3lik bo'ladi. Xolasa. Kanallar 3lik. Eshilari 3lik bo'ladi. Mana sizga xolasiz o'tin ko'mirli, xolasiz po'choq pechkalarimiz bor. Biz ishlab chiqarish primoy joyida turibmiz. Mana shu sexlarni lazer stanoy, listlari, polni o'zlari chiqarishadi. Aytganimizdek, narxlar arzon. Endi eng asosiysi narxiga keladigan bo'lsak, buni aka. Bez kraska 900 ming so'm, kraskalar beradigan bo'lsa 1 million so'm. 1 million so'm po'choq pechkamiz. O'tin ko'mirligimiz? Bunisi 600 ming so'm. Buni kraskalar beradigan bo'lsa 650 ming so'm. 650 ming so'm bo'ladi. Xo'p, dastavkalarimiz qanaqa bo'ladi? Dastavka Namangancha bepul. Boshqa viloyatlarga kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Kelib olish imkoniyati ham mavjud. Biz turgan joy Namangan. Namangan shahar. Namangan shahri. Arendarimiz qayerda desa bo'ladi aka? Chortoq yo'l Qizil zapravka deyilsa. Chortoq yo'li Qizil zapravka deyishadi. O'shda promzona bor o'zi. Promzona. Kelasizlar, Nozimjon akaning joyi qayerda desalar, shunday eshikdan kirishlaringda
Birinchi mana chap qo'ldagi, o'ng qo'ldagi joy bo'ladi. Kelasizlar, xarid qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Eng yaxshi tomoni hozir trenddagi mavzu nima bo'lyapti? Ya'ni havo, ya'ni ifloslanyapti. Bularimiz ya'ni iflos havoda ham ya'ni chiqarmaydi. Iflos havo chiqarmaydi. Ya'ni bu po'choq. Shuning hisobiga yog'-poq boshqa narsa. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqib turib foydasidan oldim sizlar, xudo xolasa bonuslarni qilib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.